17-iyunda ekilgan aka. Chiroyli qopti. Shantonmi bu aka? Aftiya bu. Afzallik tomoni qancha nimaga qarab tekis o'sargan, semirish tez ekan. Ha, oldingizga o'rg'ili. Tekis o'sadi. Tekis, ha. Tanasi tekis bo'lib o'sargan, semirish tez ekan. Ha. Boshqa so'tlarga qaragan. Issiqqa, sovuqqa Ha, mana shunaqangilari chidamliroq ekan, nariga shantonga qaraganda. sharoitlarga moslashishi zo'r ekan. Ha. Issiq kunda ekanmi mana 40 gradusdan issiqda ekilganda, o'zi 40 gradusdan pastda ekilish kerak deydi, yaxshi ko'ylab sizniki. pastda 100%. 100% degan olasiz. Olasi yo'q ekan pastda. Oddiy yerga ekilgan, qanaqa o'g'it solingan yo'q. Nima sepmadingizmi, gummi? Yo'q. Abrs Gummi max bir marta sepdim. bir marta sepdingizmi? Bir marta sepdim. Ekilgandan keyin 10-15 kundan keyin, bir marta. Bir marta sepildi. Ha, chiroyli qopdi. Zahar sepdi. O'g'li kattaroqmi? Yangi chekadaylar. Asl chekka namli yaxshi ushlaganiga tez katta bo'ladi. Ha, bu Xalqimiz uchun nam uncha qurib qolmayapti-da. O'sha namli yaxshi ushlaganiga nima bo'ladi? Ba'zan metlar o'zi yer baquvvat ekan. O chekadan ko'ra. Kuzga 1 metrdan oshib qolsa kerak, 2 metr ham. 2 metr. Endi harasa ketdi-da. O'tgan yili bizni nimadan o'tgan yili avgust sentyabr oyida asosan o'sganda. Asos 1 oy 10 ketganda. Xudolarga 3 metr 4 metr bo'ladi asli. Noyabrda 11-sida sovuq tushgan chekimizda. Ma'lum o'shanda sovuq tushgan, o'shanda baylarni tashlagan. Noyabrda boshigacha o'siradi. 15-dan keyin kovlab sotaverasiz, xudo xolasa, nomerlaringizni olib qo'yamiz. Fite, shanton, zinolet ham bor aka? Yo'q, undan yo'q. Fite bilan shanton, ha? Bu shantonni to'xtatamiz, faqat fitedan shug'ullanamiz. Hop, fitega lekin talab kuchayib ketdi. Haqiqatan zo'r ekan. Bargina qarang. Bilinib turibdi o'zi. Endi hamma narsani ham o'zi ishloviga bog'liq. Buni ham zo'r deb olib borib qo'yib ishlov bermasa edi, misol bo'lmaydi. To'g'ri. Oddiy tamin toza deyapti işte. Yovvoyi so'z tamin tozaning ishlovini zo'r bersiz, u bundan o'tib ketishi ham mumkin. Ishlovga bog'liq. Eng zo'ri go'ng ekan buni. Go'ng hali o'g'itlardan ham. Chuvalchangni go'ngidan solmadingizmi? Yo'q, chuvalchangni go'ngi qimmatroq u. Oddiy go'ng bor-ku. O'zimizning go'ng. Moldi go'ng o'zimizda. Yaxshilab yerga nima qilib turib, maqsiz zo'r chiqargan. Zo'r o'sadi. Zo'r qopdi. Ko'rsatmasin. Fite bular ham mashgacha aka. O nara shantonga biz bilinib turibdi rangidan. Namiyatlik ko'payib ketib qaraydi. Yaxshi endi. Jichcha tortib olsangiz. Mayda 8dek o'lim. Hozir mana shunday bo'ldi. Manda 2 metr bo'ldi oldi. 3 oyda, 3 oy, 3 oyda oyiga 1 metr o'sibdi-da. 8-mayda ekilgan nimalari uyda 2 metrdan oshibdi. Mana 17-iyunda ekilgan, bu yoq shanton. Ha, bular shanton. 3 baylidan ekan. 3 bayli ham bor, 2 bayli ham bor. 3 bayli. 3 bayli hamma sortda bo'layotgan o'zi. Mana bitta-ikkita bor ekan 3 bayli. Shanton yana bitta ma'lumot qildim. Xo'p, uni nari boshlarimiz balat bunaqa o'sib ketganlarni ko'rdingda. O'sib ketib, tanasi qatib qolib, o'sishga, o'rnashga qiynaldi. Kichikroq ekish kerak ekanda. Iloji boricha o'sha bir qarich ko'pi bilan 10-15 santimetrligini ekilsa, zo'r bo'lar. Mashlar o'shanaqa edi. O'shalarda unaqa yonidan u o'zi ko'chatda o'zi o'smasdan ko'karib turardi. Undan taydan chiqqani, yonidan chiqqani. O'zi undan o'tib ketdi. Kesib ekish kerak ekan balatni. Bana 40 santimetr o'sib ketadi-yu. To'g'ri. O'sib ketgan bir xilgalar bo'yi qanaqa, bo'yi nima, pastroq olgan deydi. Boshiga o'sha Toshkentdan olib kelib 5 santimetrlik ko'chatda ekkanim, mayda 18-mayda ekkanim.
4 metr bo'lgan kuzgacha. Ha, kichkinasi. Kichkina zo'r o'rnashar ekan. Hamma narsa, hamma ko'chatda ham maydasi o'zi dehqonchilikni biladigan odam biladi-da. Kichkina. Mayda narsa zo'r o'rnashadi. Tez o'rnashadi, to'g'ri. Yaxshi bo'ldi shu aytib ketganingiz. Ko'pchilik kichkina ko'chat berib qo'yibsiz, kichkina ekan deydi. Kichkina tez o'rnashadi. Keyin shu sistemasi baquvvat qancha bo'lsa, Aka, bu qurt tushganmi nimalarga? ha, qurt Bir ikkita bariga. turadi. Paloniga qurt tushadimi deyshadi. Mana bir ikkita Bayga tushadi xolos bu. barigacha. Bir qator zahar sex bor, yo'qolib ketadi. Ana. Ziyoni yo'q uni. Ziyoni yeb hali o'zani yeb qo'ymaydi-da. Yo'q. Uning tanasiga tushmaydi. Bu shantonda ko'proq olgan qurt ha. Bir ikkita baglarni salsan oralatib qo'yibdi. Lekin fiti ham shu dahshat ekan, yashil bo'lib. Oluvchilarga xudo xohlash noyabrda 10 dan keyin mana shu ko'chatlar sotiladi. Kuzda ekilsa, aka o'shani ham aytib o'ring, kuzda ekilsa qana yaxshi tomoni bor. Bahorga nisbatan qishi bilan o'rnashib oladi. Ha. Baholasa. Oxirida bitta abresiya qilib qo'ysa, Bizga qilinadi, bo'ldi. bitta kesiladi, tagidan keyin baquvvat bo'lib chiqadi. Baholasa. Tagidan chiqqanlari o'tib ketganda mana buni qaranglar. Mana. Yangi nihol, yangi chiqargani, mana shuni kesib yuborganimizda hozir bundan ham baland bo'lib ketadi. Ikkita. Mana o'zi o'smay qatib qolganda bu. Shu katta ko'chat bo'lganda bu 40 cm. Mana. Ha. Ko'rdingizmi? Bor ekan. Bo'yi balandni ekkanmiz, tana qatib qolgan, o'sishga, o'rnashga qiynalgan. Yangi chiqargani o'sha mana o'sib o'zidan mana o'tib ketyapti. Buni olib tashlaymiz endi, mana o'sadi xolos. Ha, tagidan keyin ketadi. Mana bunda ham shunaqa. Mana shu balandlar ekilgan ekan-da bag'iga. Ha, baland o'sib ketgan, ekib yuborganmiz. Endi bilgi tajribamiz ashuni orttirdik xudo. Mana. Necha gektar? 1,5 gektar bor ekan, uzun 6 qator ekan. Ha, bor, xudo. Ja, yangi kasbni o'zini 30 chiqib qoladi. Hozir 2000 ta oshiq bor mana shu. 2000 ta fiti 6 qator. ko'proq fiti ekanda. 1000 ta fiti, 1000 ta shanton. 1000 ta shanton. 17-iyunda ekilgan aka. Ha, 17. Bariga ham Mayda. bariga bir 40 bor ekanda. Bo'yi birdan bir bor bo'yi. Bilacha olasiz 4 metr yuradi ashlar. Ashlar a? 4 metr yursa. Tushgandan keyin o'tyapti. Sal. Birinchi tomirga ishlab olyapti. Ha. Tomirga ishlab olgandan keyin bo'yiga ishlayapti. O'ndash bo'lgandan keyin ketdi deganda. Haljon aka nimalari? Haljon aka Marg'ilonli akamizni fantasidamiz. Mahalliylashtirilgan fiti. Mana fitini izlaganlar bor, mana kuzga, bahorga 1,50, 2 metr, 3 metr, 4 metrli ko'chatlar bor mana shu yerda. Xohlasa qalamchasi ham, qalamchani qilib beraverasiz. Ha, Qalamchani qilib berilaveradi. Tayyor ko'chat ham bo'laveradi. O'zbekistonda hamma joyga yetkazib beradi. Qirg'iziston, Tojikistonga ham gaplashiladi. Mana bugun 3-avgust. Fiti ko'chatini hozirgina o'tkazdik. Mana varankasi. Varankasini yirtib o'zini shundagina o'tkazib qo'ydik. Shu hozir Yevropada ommalashayotgan fiti navi. Shanton navini ichiga ekib qo'ydim. Mana ko'ramiz, solishtiramiz. Mana bular shanton. Bu fiti. 3 dona fiti olib keldim. Mana bu shanton. Fiti. Hozirga o'tkazdim. Mana 3 dona. Ikkita. Bu shanton. Uchinchisini mana barankasini hozirgina yirtdim. Fitini mana. Shantonlarga qaragancha kattaroq ko'chat. Ekilish jarayoni ham ertaroq ekilgan. Ular 20-iyul kuni ekilgan, bugun 3-avgust. Fiti. Qiziquvchilarga fiti ko'chatlarimiz ham bor.
issiqqa sovuqqa chidamliroq. Shu. Asosiysi ekishda 40 gradusgacha bo'lgan issiqlikda ekish kerak. 41, 42 u yog'i ketdi. Kunda 40 gradusdan issiq bo'lgan ob-havoda ekish tavsiya qilinmaydi. Asosiysi shu 25, 35, 20 gradus